Hammaga sizlar bilan Mahodirani Temur kompyuter ishlab hozir. Men sizlarga qanaqa qilib Play Marketda narsalarni tez o'tkazishni o'rgataman do'stlar. Buning uchun menyuga chiqamiz do'stlar. Va do'stlar, mana Play Marketga kirasizlar. PUBG'ni ustidan qilmoqchisizlar. Ustanavitni bosinglar. Wi-Fi o'chirib. Asıl Wi-Fi'm yo'qoldi. Sal kutamiz do'stlar. Mana skachat bo'lishi qiyin bo'lyapti. Ko'plarda shunaqa muammo bor. Skachat sekin bo'lyapti deb boshqa kanalga so'rang, men kanalimga yozishmaydi. Savol berishinglar mumkin, bemalol qanaqa men topib beraman bu savollarga javob. Ko'rib turibsizlar do'stlar, u skachat bo'lmayapti. Nega? Biz adminit qilamiz, Wi-Fi o'chirib turibsiz. Shundan keyin chiqamiz do'stlar. Chiqib turib siz do'stlar bilasizlarmi? Ko'rib turibsizlar. Do'stlar biz mana mamga kiramiz. Shart suraga kiramiz. Option endi mana shunaqa qilib hammasi chiqishi mumkin. Mana do'stlar. Bunga kiramiz. Keyin приложение kirganimizdan keyin kutamiz. Загружение turadi. Tushasizlar. Google Play Marketga kirasizlar do'stlar. Tushsanglar mana. Mana bu narsani bosasizlar. Shundan keyin chiqasizlar. Play Marketga qaytib kirasizlar. Ustanavitni bosasizlar. Mana do'stlar. Skachat bo'lishi o'zi boshladi mana do'stlar. Ko'rib turibsizlar. Bu siz skachat qilishni tezlashtirish yo'li do'stlar. Boshladi yana. Ishqilib do'stlar, men sizlar uchun PUBG'ni o'chirib turaman. Do'stlar, PUBG video chiqishini xohlasanglar, mana shu videoga 8 ta like yig'ib beringlar, 3 ta kommentariy do'stlar. Shularni yig'ib berib olasizlar degan umiddamiz. Jonli efir olishim uchun do'stlar 100 ta подписчик yig'iling. Do'stlar, mana shu narsaga e'tibor berib qo'yamiz do'stlar. Mana ko'rib turibsizlarmi? Qanchaligini qaranglar do'stlar. Bu men uchun ko'p do'stlar. Endi buni qaranglar, taqqoslab ko'rsa bo'ladi. Do'stlar, iltimos qilib so'rayman sizlardan, kanalimga like, obuna qilib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Kommentariy yozinglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Iltimos sizlardan do'stlar, men hozir ko'rib turganingizdek просмотр yig'yapman, lekin подписка bo'lishmayapti. Mana bir xil hayron. Video yoqqansa videoga like va obuna bo'lib qo'yamiz. Qo'ng'iroqchani bosib kommentariy yozinglar. Bo'lmasam hammaga xayr do'stlar.